Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachi va kuzatuvchilar. Bu yana men sizlarni o'zimning shaxsiy arxivim vinil plastinka, ya'ni o'zbekcha va O'rta Osiyo vinil plastinkalarini tanishtirib o'tishda davom etaman. Videoni shunaqa narsaga qiziqadigan do'stinglarga tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Videoga oldindan like so'rab qolaman. Demak, boshladik. Mana bu shoshmaqom maqom. Aslida bu 20 ta bo'ladi. Menda buni to'liq komplekti bo'lgan oldin, hozir topa olmadim. Mana borlarini tanishtirib o'tib ketay. Bu 20 ta, 24 taligi ham bor mana. Sizlarga borada ko'rsatib ketaman hozir. 20 talik shoshmaqom vinil plastinka. Ya'ni Yunus Rajabning diplomi desak ham bo'ladi. Shunaqa yana o'rtacha plastinkalar bor, 10 razmerli o'zbek xalq qo'shiqlari. Bu esa Komiljon Baratov vinil plastinkasi ekan. Bu Shirqo'zi va A'zam G'oziyevlarni jo'rlikda chiqargan vinil plastinkasi ekan. Xo'p, bu Muhiddin Qoryoqub va Bobo Rahim Mirzayev ikkalasi birga chiqargan plastinkasi ekan. Bundoq kimida ekan hozir? Rangli plastinka ekan. O'zbek she'riyat antologiyasi. Gadoyi lirikasi ekan. Terma ekan. Xo'sh, bu Ismoil va Isroil. Xo'p, shular kuylaydi O'zbekiston 83-yil chiqarilgan plastinka ekan. Bu o'zbek she'riyat antologiyasi Alisher Navoiyniki ekan bu. Omad Hamdam Nargiz. Boshqacha konvertda Marhamat talantlari 12. Shuhrat Hoshimov. Islomjon o'tgan safar aytib o'tdim. Majnun To'lal bu. Sholim va Shokbar Shojalilovlar sini birgalikda chiqargan plastinkasi. Mamat aka Karimov vinil plastinkasi. Xo'sh. Bu keksa san'at ustalari Orifxon Qosimov dutor. Yunus Rajabiy boshqacharoq konvertda chiqargan plastinka. O'tgan safar aytdim, Komiljon Rahimov vinil plastinkalari. Komiljon Niyozovga o'tgan safar aytdim, yana bor ekan. Hasan Rajabov ne navosos aylagay degan 87-yil chiqargan ekan. Karim Zokirov, mashhur Zokirovlarning boshlanishi, Botir Zokirov, Farruh Zokirovlarning otalarini plastinkasi. Marhamat talantlari 17. Murodullo Norqulov kuylaydi. Chinchil ekan bu yozilmoqda. Xo'sh, davom etamiz. Bu jazz Volga Jazz Festival. Bu noyobrok terma bitta. Mana Darvesh Bumerang ansambli Olmota qozoq jaz ansamblining qo'shiq bor ekan. Keyin mana ham Martuxayev Воспоминания деревни Фагдианы. Yaxshi terma, jaz terma ikkita ekan bundan. Xo'sh, bu yoqda Roza Rimbayeva Aray ansambli kichkina vinil plastinkasi. O'rik gullagan muhabbat shamay mana kichkina vinil plastinkasi 45 оборот deyshadi. Muhammadjon Karimov kichkina plastinkasi. Kim ekan? G'anijon Toshmatov. Xalq qo'shiqlari Murod Hamdamov, Hamid Jaloliddinov. Yor o'tdimi? Urfon Xatamov, Jon Fayziyev ekan. Jo'rlikda bu ham Muhammadjon Karimov ekan.
Xullas bugun bizda shularni video obzori edi. Kommentariyada, izohlarda o'zinglarni fikrlarni yozib ketinglar, qanaqa vinil plastinkalar sizlarda bor yoki bo'lgan yoki kerak, shular haqida yozib qoldiringlar va videoni shunaqa narsaga qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, keyingi video obzorida ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar deb qolamiz. Xayr salomat bo'linglar.